Xo'p akalar, bugun sizlar bilan Namangandagi Remeke tovuq bozori haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda bozorga qanday borishni qisqacha tushuntirib o'taman. Bu Chorsu gostinsi Namangandagi gostinsadan ozgina o'tganda hamma bozorlarning pitaklari mavjud. Bu yerda mol bozori, mashina bozori va Remeke tovuq bozoriga ham borsa bo'ladi. Pitakdan o'tirib mana bozorimizga ham kelib oldi. O'sha biz kelgan joy. Chorsudan kelaverish chap qo'lda. Remeke bozorining ko'chasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda asosan tirbandlik juda katta bo'ladi. Mashinaga kelishi tavsiya etilmaydi. Bozorga kirmasingizdan odamlar ko'chada savdo qilishni boshlayotgan bo'lishadi. Bozorga mana shu ko'chadan to'g'ri tushib boriladi. Bu bozorda asosan parrandadan tashqari kiyim-kechaklarni ham topsanglar bo'ladi. Odam juda ko'p. Men ancha kech borganim hisobiga bu kamayib qolgani. Bu joyda asosan parrandalar uchun panjaralarni ham topsanglar bo'ladi. 1 metr, 2 metr, 1,5 metrlik xohlaganinglar. Mana shu ko'rib turganinglar narxi 35 ming so'm ekan. Bu yoqdagilar 21 ming so'm va shunga o'xshab ketaveradi. Sifatiga qarab baho berib qo'yaverasizlar. Akalar nomerlarini yozib qoldiraman, aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Don mahsulotlari barcha narsani topsanglar bo'lar ekan akalar. Video obzorimiz juda ham cho'zilib ketganligini hisobiga 2 ga bo'lib chiqarishga qaror qildim. Buni bo'lib like'larni bosib aktivlikni ko'rsatib tursanglar akalar, hamma obzorni 2-bo'limda ham chiqaraman. Inshaalloh bu videolarimiz hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bu bozorda nimalar sotib olganimni keyingi videoda ko'rsataman.